Assalomu alaykum hammaga. Men Ahrorov Bekzod, 15 yillik tajribaga ega trenerman. Hozirgacha 300 dan oshiq shogirdlar bilan ishlab kelganman. Ulardan 90% rezultatga chiqqan, ya'ni shu ozolmayotgani ozgan, semirolmayotgani semirgan. Bugun men sizlarga sportdagi eng katta noto'g'ri tushunchani buzib, nimaga hali ham siz rezultat qila olmayotganingizni, ozg'in bo'lsangiz semirolmayotganingizni, semiz bo'lsangiz ozolmayotganingizni bitta sodda qilib tushuntirib beraman. Auditoriyam ko'p qismi, ya'ni qonni kattalar ortiqcha vazndan shikoyat qilib kelishadi menga. Keyingisini gapiradigan bo'lsak, auditoriyamizda ya'ni ozg'in auditoriya ham bor, ya'ni shunaqa ko'p savollar keladi. Men ozg'inman, aka, nima yesam ham semirolmayapman, nima qilsam ham ves olmayapman. O'shalar to'g'risida ham gapirib ketamiz. Keyingisi, mana shu hayotida bir rejimi yo'q, bir uyqusini joyiga qo'ymagan, bir sportda joyini qo'ymagan, pitaniyasini joyiga qo'ymagan, dangasi, testosteroni past, ana bitta ishga qo'li bormaydigan, настроенияsi past odamlar bo'ladi-ku, o'zi umuman bitta narsaga qiziqishi yo'q. O'shalar to'g'risida ham gaplashamiz. Qonni borlar to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, bu qonni kattalarni kelajakda nima muammo kutyapti? Bu ortiqcha vazn bizada qorin kattalashgandan keyin bu birinchi muammo, bizning ichki organlarimizdan yog' bosadi. Qorin kattalashgandan keyin oldinga tortgandan keyin bizada belimizda grija bo'ladi, belimiz og'rishni boshlaydi, yurakni qon bosadi, qon tomirlarimiz ichi tromb bo'ladi, xolesterin, yomon xolesterin ko'payib ketadi, infarkt, insult shu narsadan kelib chiqadi. Kiyim kiyganda ham xunuk turadi, odam o'ziga yoqmaydi bunday oynaga qaraganda, bir kiyimni topish ham qiyin bo'lib qoladi. Keyingisi, ozg'inlarni nima muammo kutyapti? Shular to'g'risida gaplashamiz. Ozg'inlarda asosiy muammo bu kiyimda bo'ladi, ya'ni kiyim kiysa xunuk turadi, vishilkaga o'xshab qoladi. Shim kiysa ham dazmolli shnuriga o'xshab ingichka bo'lib qoladi. Oshnog'ayni oldida ham kichkina ko'rinadi, zalga chiqsa ham uyaladi, yengi uzun kiyinib yuradi. Nima yesa ham semirmayman deb o'ylaydi. Bu faqat semirolmaslik uni miyasida bo'ladi, yechimni bilmaydi. Keyingi muammoni aytadigan bo'lsa, bu shu aytganimdek energiyasi kam, hayotga bir qiziqishi yo'q, dangasa, ularni nima kutyapti? Ular kelajakda bitta ishga qo'li ham bormaydi. Bitta narsaga erishish ham qiyin bo'ladi. Nimaga qiyin bo'ladi? Maqsadi yo'q uni. Agar maqsadi bo'lganda u rejimni to'g'rilab olgan bo'lardi. Men sanab o'tgan hamma muammolarimga qanaqa yechim bor? Hozir men sizlarga bu narsani ketma-ketlikda sanab beraman. Birinchi muammoga keladigan bo'lsak, qonni kattalar nima qilish kerak? Birinchi o'rinda qorinni yo'qotish uchun. Birinchi o'rinda ular pitaniyaga e'tibor berish kerak, ya'ni defitsit kaloriya qilish kerak. Ikkinchi o'rinda kardio nagruzkani qo'shish kerak. Uchinchisida check-up qilish kerak organizmni. Keyingi muammo, ya'ni ozg'inlar to'g'risida, nima yesam ham semirolmayman deydigan odamlar to'g'risida gaplashib ketamiz hozir. Bu nima yesam semirolmayman deydigan, semirolmayman degan narsa bu odamning miyasida. Unaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Siz o'sha kunlik profitsit qila olmayapsiz. Kunlik o'zingizni kaloriyangizni yeyolmayapsiz. O'shaning uchun siz bir kun, 2 kun plotni ovqatlanasizda yoki bir mahal plotni ovqatlanasizda, bo'ldi, men semirmayman deysiz. Yo'q. Siz kunlik meta kaloriyangizni hisoblab turib, o'shandan 300-500 qilsangiz profitsit kaloriya. Ya'ni aytaylik bir kunda siz misol uchun 3 mahal 3 kosa ovqat yeyapsiz. Siz bir kunda misol uchun o'shandan qo'shimcha bir 300 gram guruchmi, 300 gram kartoshkami, 300 gram makaronmi, kunlik ovqatingizdan tashqari shu narsani bir hafta 10 kun davomida stabilni yesangiz, sizning vesingiz oshadi. Keyingisi, zalga chiqib siloviy nagruzkani oshirish kerak. Siloviy nagruzka deganda texnika bilan bu chiqib turib bir travma qilib turib, yo bir grija qilib turib, yo o'tbotingizni chiqaring demayapman. Texnika bilan siloviy og'ir ishlash kerak. Ya'ni 15-20 ta повторениyadan emas, kamroq повторенияda og'ir vesda ishlasangiz, siz tezroq ves olasiz. Keyingisiga keladigan bo'lsa, ya'ni shu hayotda bir energiyasi yo'q, bir rejim yo'q odamlar to'g'risida gaplashamiz. Ular ham odam, ular ham inson. Endi ularning tirikchiligi shu yo'lda. Endi shunaqa ekan deb ularni chetga chiqarib qo'yishimiz kerak emas. Har xil logistlar bor, har xil treyderlar bor, optimda ishlaydiganlar bor bozorda. Ularni ham rejimga qo'ysa bo'ladi. Siz ya'ni aytmoqchiman, kechasi 8 soat uxlashingiz shart emas. To'g'ri, bizda 10 dan keyin 11 dan keyin o'zimizning gormonlar vырабатываться qiladi, to'g'ri. O'shani uxlasangiz bizning organizm yaxshiroq vasстановление bo'ladi. Endi sizni ishingiz shunaqa, siz kechqurun uxlolmaysiz. Siz kunduz kuni 7-8 soat ishlab turib, bir ikkita o'zini qo'shadigan badlar bor. O'sha gormonlarni sizga искусственный beradi organizmingizga. Ya'ni CNS, sentralniy nervni sistemani vasстановление qilish uchun siz o'sha badlar orqali gormonlaringizni vasстановление qilasiz. Endi siz kechqurun uxlamayman deb hamma narsaga qo'l siltab olish kerak emas. Hamma narsaning yechimi bor. Shu sanab o'tgan narsalarimni ketma-ketlikda qilsangiz, siz o'zingizning muammolaringizga yechim topasiz. Endi sizlar bilan hozir shogirdlarimning rezultatlari haqida gaplashamiz. Qisqacha ma'lumot berib ketaman. Shogirdlarimdan bittasini aytib ketaman. Ismi Zuhriddin. Mana oldimga kelganda vazni 122,5 midi, 123 kilo atrofida bo'lgan. Biz bu bola bilan 50 kun taxminan 60 kun davomida ishladik, vesini 106 ga tushirdik. Qorinni aylanasi ham shu vaqt davomida, ya'ni 50 kun 60 kun davomida 12-13 sm ga kamaygan. Protsess qanaqa bo'lgan? Biz bu bilan prosta defitsit kaloriya qilganmiz. Haftada 3 kun siloviy nagruzka qilganmiz, 2 kun kardio nagruzka qilganmiz. Ya'ni 3 kun kelib men bilan tosh ko'tarardi, qolgan 2 kunda kardio nagruzka qilardi. Pitaniyasini kontrol qilardim men. Mana bunaqa narsa yeysan, mana bunaqa narsa yemaysan. Ya'ni yemaysan deganimda ham unaqa kategoriyasiga faqat grudinka bilan guruchka o'tkazib qo'ymaganman. U misol uchun lavash ham yerdi, lamon ham yerdi, osh ham yerdi. No umumiy defitsit qilardi. Keyingi shogirdim aytib ketadigan bo'lsam, uni ismi Abdurazzoq, o'zimni bratishgan bo'ladi, ya'ni ukam bo'ladi. Men oldimga u semirish muammosi bilan kelgan edi. Oldimga kelganda 60 kilo edi.
Bu shogirdim bilan biza 8 kilo massa olganmiz, ya'ni go'sht o'stirganmiz. Oddiy qozon ovqat bilan hech qanaqa dabavkalasiz, hech qanaqa qo'shimchalasiz. Oddiy qozonni ovqatni o'zi bilan 8 kilo go'shtini o'stirganmiz. Onlaynga keladigan bo'lsa, mendan oddiy pitaniya olib turib, ya'ni plan pitaniya sotib olib turib, odamni o'zidan kelib chiqib, ya'ni uni vesidan, yog' foizidan kelib chiqib turib, pitaniya tuz beriladi, BJUsini hisoblab, oddiy shunaqa pitaniyani o'zidan ham rezultat qilganlar ko'p. Bir xil ozmoqchi bo'lganlar 7-8 kiloga ozdi, semirmoqchi bo'lganlar ham xuddi shunaqa 6-7 kiloga ozdi, ya'ni qonini aylanasi ham ancha ketdi. Yaxshi odzivlar bor bo'ldi. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizda ham shu sanab o'tgan muammolar bor. Shu paytgacha nimadir qilib ko'rgansiz, kimdandir so'rab ko'rgansiz, kimdandir nimadir sotib olgansiz, rezultat olmagansiz. Men sizlarga shu narsani, ya'ni 15 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda hamma narsani yig'ib, sizlarga onlayn darslik tayinlaganman. Bu darslikda nima bo'ladi? Birinchi o'rinda mashqlarni qanaqa texnika bilan, qancha повторениyadan ishlash kerak. Ikkinchisi bu ozg'in odamlar nima yeyishi kerak, nima yesa semiradi yoki semiz odamlar nima yesa ozadi, nima mumkin emas. Undan keyingisi dabavkalar, ya'ni sport qo'shimchalarini qanaqasini olish kerak, qanaqasi kerak emas. Hammasini zarrini gaplashib ketganmiz. Keyin bunaqa rejim yo'li, ya'ni uyqusini rejim yo'li, nima ichish kerak, nima ichsa rejim to'g'ri bo'ladi, nima ichsa gormonlari восстановление bo'ladi, hamma dabavkalarni sanab ketganman. Bu onlayn darsligimiz oyiga 399 ming so'm bo'ladi. Bu darslik har oy yangi informatsiya bilan yangilanib turadi. Agar siz ham onlayn darslikka yozilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi adminga yozib aloqaga chiqing.